Baxt to'g'risida gapirmoqchiman o'rtoqlar. Baxt bu katta o'y, katta natija, katta yutuqlar, to'g'rimi? Lekin haqiqiy baxt shovqinlikda emas, u sokinlikda. Eng katta baxt eng oddiy narsalarda yashiringan. Ertalab uyg'onib ko'zlaringizni ochganingizda, ota-onangizni ovozini eshitganingizda, farzandlaringizni mehrini his qilganingizda va kimdir sizdan qalaysan deb hol-ahvol so'raganida baxtni his qilganmisiz? Gohida bunga ham qoniqmaymiz, doim ko'prog'ini xohlaymiz. Stop, shoshmang. Bir zumga ko'zlaringizni yuming, iltimos. Ko'zlaringizni yuming. Chuqur nafas oling. Shoshmang. Endi his qila boshlang. Ichingizdan shu so'zlarni takrorlang. Men baxtliman, chunki menda qadrlashga arziydigan hayot bor. Takror ayting. Men baxtliman, chunki menda qadrlashga arziydigan hayot bor. Ayta oldingizmi? Baxtni his qila boshladingiz. Baxtli inson.